pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki kartaga tushgan pensiya pulini vaqtida ola olmaslik, karta bloklanib qolishi, bankomatdan pul yechishda komissiya masalasi. Boshqa odam kartadan foydalanib yuborishi yoki pensiya to'lovi to'xtab qolishi kabi holatlar ko'p uchrayapti. Men bugun sizga oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Pensiyani kartaga olishda nimalarni bilish shart? Qaysi holatlarda xavotirlanish kerak? Qaysi holatlarda esa ortiqcha emaslik kerak? Video oxirigacha albatta ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensionerning o'z pulini vaqtida ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. O'zining o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday foydali ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd shaklda, ya'ni pochta xodimi orqali yoki belgilangan joydan olib kelardi. Bu usulda pensioner pulni qo'liga olar, qancha pul berilganini o'sha zahoti sanab ko'rar. Agar kamlik bo'lsa, darhol so'rardi. Lekin bu tizimda ham muammolar bor edi. Ba'zan pochta kechikardi. Pensioner uyda bo'lmasa to'lov cho'zilardi. Uzoq qishloqlarda odamlar pulni olish uchun kutib qolardi. Yana bir muhim masala, naqd pulni uyda saqlash xavfsiz emas, ayniqsa yoshi katta odamlar uchun. Hozir esa pensiyani bank kartasiga o'tkazish kengayib boryapti. Buning qulay tomoni ko'p. Pul kartaga tushadi. Pensioner bankomatdan yechadi. Do'konda karta orqali to'laydi. Farzandlari boshqa shaharda bo'lsa ham kerakli xarajatlarni karta orqali nazorat qilishi mumkin. Lekin qulaylik bilan birga yangi mas'uliyat ham paydo bo'ladi. Karta bu oddiy plastik emas, u pensionerning pulga kirish kaliti. PIN kod, SMS xabar, mobil ilova, bankomat, karta muddati, blokirovka, ishonchnoma, bank komissiyasi kabi narsalarni bilmaslik pensionerni qiynab qo'yishi mumkin. Eng asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiya puli pensionerning shaxsiy bank hisobvarag'iga tushadi. Ya'ni pul davlat tomonidan hisoblanadi, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli tizim orqali bankka yuboriladi, bank esa uni pensioner kartasiga o'tkazadi. Bu jarayonda 3 ta tomon bor. Pensiyani tayinlovchi organ, bank va pensionerning o'zi. Muammo chiqqanda ham qaysi bosqichda xatolik bo'lganini bilish kerak. Agar pensiya umuman hisoblanmagan bo'lsa, bank aybdor bo'lmasligi mumkin. Agar pensiya hisoblangan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bank yoki hisob raqam ma'lumotida muammo bo'lishi mumkin. Agar pul tushgan, lekin yechib bo'lmayotgan bo'lsa, karta, bankomat, limit yoki blokirovka masalasini tekshirish kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya kartasi shaxsiy kartadir. Uni boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Ko'p pensionerlarimiz farzandiga, keliniga, nabirasiga yoki qo'shnisiga kartani berib, borib pulni yechib kel deydi. Agar bu odam ishonchli bo'lsa ham, baribir PIN kodni boshqalarga aytish tavsiya etilmaydi. Chunki keyin karta orqali pul yechilgan bo'lsa, bank odatda PIN kod kiritilgan, operatsiya karta egasining roziligi bilan qilingan deb hisoblaydi. Masalan, pensionerning kartasiga 1.200.000 so'm pensiya tushdi. U kartani nabirasiga berdi. Nabira 1.000 so'm yechib, 200.000 so'm qoldirdi. Lekin pensionerga bankomatda pul yo'q ekan, keyin yechamiz dedi. Bunday holatda isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, kartangizni faqat o'zingiz ishlating yoki zarur bo'lsa, rasmiy ishonchnoma va aniq nazorat bilan ish qiling. Ikkinchi masala karta muddati. Har bir plastik kartaning amal qilish muddati bor. Masalan, kartada 05-26 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin karta orqali yechishda muammo bo'ladi. Ayrim pensionerlar pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun har oy emas, kamida bir necha oyda bir marta kartaning amal qilish muddatini tekshirib turing. Muddat tugashiga yaqin bankka borib kartani yangilash kerak. Odatda pasport yoki ID karta talab qilinadi. Ayrim holatda eski karta ham so'raladi. Uchinchi masala pul tushganini qanday bilish? Agar telefon raqamingiz kartaga ulangan bo'lsa, SMS keladi. Lekin ayrim pensionerlar telefon raqamini o'zgartiradi, SIM kartani farzandiga berib yuboradi yoki telefon ishlamay qoladi. Natijada SMS kelmaydi, odam esa pul tushmagan deb o'ylaydi. Shuning uchun bankka borib karta qaysi telefon raqamiga ulanganini tekshirtirish kerak. Agar raqam eski bo'lsa, yangisiga almashtiring. Bu juda muhim. Chunki SMS nafaqat pul tushganini bildiradi, balki kartadan pul yechilganini ham ko'rsatadi. Agar siz SMS orqali 500.000 so'm yechildi degan xabarni ko'rsangiz, o'sha zahoti bankka murojaat qilish imkoningiz bo'ladi.
To'rtinchi masala, bankomatdan pul yechish. Hamma bankomat bir xil ishlamaydi. O'z bankingiz bankomatdan pul yechsangiz, odatda shartlar qulayroq bo'ladi. Boshqa bankomatidan yechsangiz, komissiya bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasiga 1 million 500 ming so'm tushdi. U boshqa bankomatidan 20 ming so'm yechdi va 1% komissiya ushlansa 1 ming so'm ketadi. Kimdir uchun bu kichik puldek ko'rinishi mumkin. Lekin pensioner uchun har bir so'm hisobli. Shuning uchun kartangiz qaysi bankka ekanini biling. Imkon bo'lsa o'sha bankomatidan foydalaning. Bank xodimidan pensiya kartasi uchun komissiya shartlarini aniq so'rang. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz va kartangizni ko'p odam ishlatsa, xavotirlanishingiz kerak. Bu yerda gap faqat o'g'irlik haqida emas. Ba'zan farzandlar ham yomon niyatda bo'lmasligi mumkin, lekin pulni o'z vaqtida qaytarmaydi. Xarajatlarni aralashtirib yuboradi. Pensioner esa dori-darmon yoki kommunal to'lov uchun pulsiz qoladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Ona pensiyasini o'g'liga ishonib topshirgan. O'g'il keyin beraman deb bir qismini ishlatib yuborgan. Natijada ona dorixonada kerakli dorini ola olmagan. Huquqiy tomondan esa karta egasi o'zi mas'ul hisoblanadi. Chunki karta va PIN kod o'z ixtiyori bilan berilgan. Agar sizning kartangizga ulangan telefon raqami sizda bo'lmasa, ham xavotirlanish kerak. Chunki kodlar, xabarlar va ayrim tasdiqlashlar o'sha raqamga boradi. Masalan, karta onaning nomida, lekin telefon raqami o'g'ilning nomida yoki o'g'il ishlatadigan raqamga ulangan. Ona kartadan qancha pul ketayotganini bilmaydi. Bu moliyaviy nazoratni yo'qotish degani. Eng to'g'ri yo'l. Pensioner ishlatadigan telefon raqamini kartaga ulash yoki hech bo'lmaganda ishonchli yaqin kishi bilan birga SMS xabarlarini muntazam tekshirish. Agar siz pensiya miqdorida o'zgarish bo'lganini sezsangiz, masalan, oldin 1 million 300 ming so'm olgan bo'lsangiz, bu 1 million 50 ming so'm tushgan bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Ba'zan qarzdorlik, ortiqcha to'lovni qaytarish, ijro hujjati bo'yicha ushlanma, bank krediti yoki boshqa majburiyat sabab bo'lishi mumkin. Bunday paytda bank yeb qo'ydi deb o'ylashdan oldin bankdan hisob varaq aylanmasini oling. Keyin pensiya organdan hisob kitob ma'lumotini so'rang. Qayerda qancha ushlanganini hujjat bilan ko'rish kerak. Agar siz nogironlik pensiyasi, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bilan birga boshqa to'lovlar ham olayotgan bo'lsangiz, har bir to'lov alohida kelishi yoki umumiy summa ichida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun pulni umumiy pensiya deb qabul qilmay, uning tarkibini bilib oling. Masalan, bir oy 1800 ming so'm tushdi. Keyingi oy 1 million 450 ming so'm tushdi. Farq sababi bir martalik qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Yoki aksincha oldingi oy qarzdorlik bilan birga to'langan bo'lishi mumkin. Aniq javobni faqat hisob-kitob hujjati beradi. Agar pensiyangiz kartaga bir necha soat kech tushsa, darrov vahimaga tushmang. To'lov kunlari bank tizimida yuklama ko'p bo'lishi mumkin. Bir hududda ertalab tushsa, boshqa hududda tushdan keyin yoki kechga yaqin tushishi mumkin. Agar sizning tanishingizga pul tushib, sizga hali tushmagan bo'lsa ham, bu har doim muammo degani emas. Lekin bir ish kuni o'tib ketib, pul tushmasa, unda tekshirishni boshlash kerak. Agar bankomat vaqtincha xizmat ko'rsatilmaydi desa, bu ham pensiya yo'qoldi degani emas. Bankomatda naqd pul tugagan bo'lishi, texnik nosozlik bo'lishi, aloqa uzilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda boshqa bankomatni sinab ko'ring yoki bank filialiga murojaat qiling. Eng muhimi, bankomat kartani yutib yuborsa, vahima qilmasdan o'sha bankning telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Filialga boring. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan kartani qaytarish tartibini so'rang. Kartani yutgan bankomat yonida begona odam yordam taklif qilsa, PIN kodingizni aytmang. Agar kartangizdagi balans mobil ilovada kech yangilansa, bu ham ba'zan texnik holat bo'ladi. Lekin pul yechilganligi haqida SMS kelgan bo'lsa va siz yechmagan bo'lsangiz, buni e'tiborsiz qoldirmang. Darhol bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bankka yozma ariza bering. Og'zaki shikoyatning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki keyin sizga hujjat kerak bo'ladi. Birinchi misol. Otaxon har oy 1600 ming so'm pensiya oladi. U kartani keliniga beradi. Kelini pulni yechib keladi. Bir oy kelini 1,6 million so'mdan 1200 ming so'mini olib keladi. Vaqtida 1000 so'm kommunalga to'ladim deydi. Lekin otaxon kvitansiyani ko'rmaydi. Keyingi oy kommunal qarzdorlik borligi ma'lum bo'ladi. Bu yerda muammo kartani berishda emas, nazorat hujjatsiz bo'lganida.
Agar boshqa odam sizning nomingizdan to'lov qilsa, kvitansiya, SMS yoki ilovadagi to'lov tarixini ko'rsatish kerak. Har bir xarajat yozib borilsa, oilada tushunmovchilik kamayadi. Ikkinchi misol, onaxonning pensiya kartasi muddati tugagan, pensiya hisobga tushgan, lekin u bankomatdan yecha olmaydi. Bankomat karta amal qilmaydi degan xabar chiqaradi. Onaxon pensiyamni olib qo'yishdi deb xavotir bo'ladi. Aslida yechim oddiy. Bank filialiga borib kartani qayta chiqarish kerak. Bunda pensiya yo'qolmaydi, u hisob varaqda qoladi. Yangi karta chiqqandan keyin pulni yechish mumkin. Shu sababli karta muddati tugashidan oldin harakat qilish pensionerning o'ziga qulay. Uchinchi misol, pensioner 2000 so'm pensiya oladi, lekin kartasida eski kredit bo'yicha avtomatik yechim bor. Pensiya tushgan kuni bank kredit to'lovini ushlab qoladi. Masalan, 600 ming so'm. Pensioner bankomatga borganda 2400 ming so'm borligini ko'radi. U pensiya kamaygan deb o'ylaydi. Aslida bu bank bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan kredit jadvali, hisobdan yechilgan pul bo'yicha ma'lumotnoma va shartnoma nusxasini so'rash kerak. Agar ushlanma noto'g'ri bo'lsa, yozma e'tiroz kiritiladi. To'rtinchi misol. Pensioner boshqa shaharga ko'chib ketgan, lekin bankdagi ma'lumotlari, telefon raqami va yashash manzili eski holatda qolgan. Keyin karta bilan bog'liq muammo chiqadi. Bank uni eski raqam orqali ogohlantiradi, pensioner esa xabarsiz qoladi. Shuning uchun manzil, telefon, hujjat ma'lumotlari o'zgarsa, bankka va zarur bo'lsa pensiya organiga xabar berish kerak. Bu oddiy ishdek tuyuladi. Lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Pensiyani kartaga olish majburiy tartib, tanlov yoki muayyan sharoitga bog'liq bo'lishi mumkin. Hudud bank, pensionerning holati va amaldagi tartibga qarab farqlar bo'ladi. Shuning uchun men har doim bitta narsani ta'kidlayman. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang. O'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy idoradan yozma yoki aniq javob oling. Ayniqsa uydan chiqa olmaydigan og'ir kasal, nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj pensionerlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday holatda yaqin qarindosh ishonchnoma asosida ish yuritishi, ijtimoiy xizmat yoki tegishli tashkilotlar orqali yordam so'rashi mumkin. Ishonchnoma masalasi juda muhim. Ko'p odamlar men uning farzandiman, demak kartasini ishlatsam bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bank va davlat idoralari uchun qarindoshlikning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Ishonchnomada qaysi vakolatlar berilgani aniq yozilishi kerak. Pensiya pulini olish, bank hisob varag'ini boshqarish, karta chiqarish, ariza berish yoki ma'lumotnoma olish. Agar faqat ma'lumotnoma olish vakolati berilgan bo'lsa, pul yechish mumkin bo'lmasligi mumkin. Shu sababli ishonchnomani rasmiylashtirganda notariusga vaziyatni aniq tushuntiring. Yana bir nozik masala pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holat. Ba'zilar pensiya tushibdi, baribir oilaniki deb kartadan pul yechadi. Lekin vafotdan keyingi to'lovlar, meros, dafn puli va ortiqcha to'langan pensiya bo'yicha alohida tartiblari bor. Agar vafotdan keyin noqonuniy yechim qilingan bo'lsa, keyin pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda bankka va pensiya organiga murojaat qilib qonuniy tartibni so'rash kerak. Dam xarajatlari yoki o'linmay qolgan pensiya bo'yicha kekim, qachon, qanday hujjat bilan murojaat qilishi mumkinligi aniq belgilanadi. Kartani bloklash ham doim yomon narsa emas. Agar karta yo'qolsa, pin kod begona odamga ma'lum bo'lsa yoki shubhali operatsiya bo'lsa, bloklash sizning pulingizni himoya qiladi. Ba'zi pensionerlar kartani bloklashdan qo'rqadi, keyin pensiyam tushmay qoladi deb o'ylaydi. Aslida karta bloklansa ham hisob varaq saqlanib qoladi. Yangi karta chiqarish orqali pulga yana kirish mumkin. Muhimi, bank bilan bog'lanib tartibni to'g'ri bajarish. Yo'qolgan kartani ochib qoldirish eng katta xatolardan biri. Bank ilovalari ham qulay, lekin ehtiyotkorlik talab qiladi. Pensioner telefoniga ilova o'rnatilgan bo'lsa, begona odamga telefonni berib qo'ymaslik kerak. Telefon paroli, SMS kodlar, bir martalik tasdiqlash kodlari juda muhim. Bank xodimi ham sizdan SMS kodini so'ramaslik kerak. Agar kimdir telefon qilib, "Men bankdanman, pensiyangiz bloklanmasligi uchun kodni ayting" desa, bu katta xavf belgisi. Rasmiy bank xodimi sizdan pin kod yoki SMS kod so'ramaydi. Bunday qo'ng'iroq bo'lsa, gapni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'taman. Pensioner amalda nima qilishi kerak? Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Qaysi bank kartasi? Amal qilish muddati qachongacha?
Karta qaysi telefon raqamiga ulangan SMS xabar xizmati ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Buni bank filialida, bank kol markazida yoki ishonchli yaqin inson yordamida mobil ilova orqali tekshirish mumkin. Agar telefon raqami eski bo'lsa, darhol yangilang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyor tuting. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, telefon raqamingiz ro'yxatdan o'tgan SIM karta. Zarur bo'lsa ishonchnoma. Bankka borganda pensiya kartam bo'yicha hisob varaq aylanmasini bermoqchisizmi? Karta muddati qachon tugaydi? Komissiya qancha? SMS xabar qaysi raqamga ulangan deb aniq so'rang. Savolni umumiy bermang. Masalan, kartam yaxshi ishlayaptimi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Oxirgi oyda pensiya qachon tushgan va qayerlarga yechilgan desangiz, aniqroq javob olasiz. 3-qadam. Har oy pensiya tushgandan keyin summani yozib boring. Oddiy daftar tuting. Sana, tushgan summa, yechilgan summa, qolgan summa, xarajat maqsadi. Masalan, 10 yanvar 27 ming so'm tushdi, 20 ming so'm naqd yechildi, 300 ming so'm dori, 200 ming so'm kommunal, 200 ming so'm oziq-ovqat. Bu daftar nafaqat pulni nazorat qiladi, balki oilaviy kelishmovchiliklarning oldini oladi. Pensionerning o'zi ham oy davomida pul qayerga ketganini ko'rib turadi. 4-qadam. Agar pensiya tushmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval kartadagi balansni tekshiring. Keyin bankdan so'rang, hisob varaqqa pul kelganmi yoki yo'qmi? Agar bank pul kelmagan desa, pensiya organiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin yechilgan desa, hisob varaq aylanmasini oling va qaysi operatsiya bo'lganini tekshiring. Agar siz qilmagan operatsiya bo'lsa, bankka yozma ariza bering, kartani bloklang. Zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 5-qadam, shubhali holatda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bankka borsangiz, ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Pensiya organiga murojaat qilsangiz ham yozma javob so'rang. Chunki keyin masala cho'zilsa, sizda isbot bo'ladi. Qachon murojaat qildingiz? Nima so'radingiz? Qanday javob oldingiz? 6-qadam, PIN kod va SMS kodlarini himoya qiling. PIN kodni kartaning ustiga yozmang, qog'ozga yozib hamyon ichida saqlamang. Bankomat oldida PIN kod tarayotganda qo'lingiz bilan klaviaturani to'sing. Begona odam yordam bermoqchi bo'lsa ham kodni aytmang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa yoki qo'lingiz titrasa, bank filialidagi xodimdan tartib bo'yicha yordam so'rang. Lekin PIN kodni oshkor qilmang. Yaqin inson yordam bersa ham, pul yechilgandan keyin summani birga sanang va SMS'ni tekshiring. 7-qadam, agar o'zingiz bora olmasangiz, ishni qonuniy rasmiylashtiring. Farzandingiz yoki boshqa ishonchli odam sizning nomingizdan bank va pensiya ishlari bilan shug'ullanish kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma qiling. Ishonchnomani berganingizda ham nazoratni butunlay qo'ldan chiqarmang. Har oy qancha tushgani, qancha yechilgani, qayerga sarflangani haqida ma'lumot so'rang. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy tartib. 8-qadam, qarzdorlik va ushlanmalarni tekshiring. Agar pensiyadan pul kamayib tushayotgan bo'lsa, kimdir olib qo'ydi deb darhol xulosa qilmang. Bank krediti, aliment sud qarori, ijro hujjati. Ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish kabi sabablar bo'lishi mumkin, lekin har qanday ushlanma hujjatga asoslanishi kerak. Siz bankdan ham, tegishli idoradan ham izoh talab qilishga haqlisiz. Qancha ushlangan, nima asosda ushlangan, qachongacha ushlanadi, bularni bilib oling. 9-qadam, karta yo'qolsa darhol harakat qiling, kutib o'tirmang. Balki uyda bordir deb bir kun o'tkazsangiz, shu vaqt ichida pul yechilishi mumkin. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib bloklating. Keyin filialga borib yangi karta uchun ariza bering. Agar karta topilsa ham, avval bank bilan maslahat qiling. Chunki karta ma'lumotlari begona odam qo'liga tushgan bo'lishi mumkin. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Oilada kim yordam beradi, kim bankka olib boradi, kim telefon xabarlarini tekshiradi, kim hujjatlarni saqlaydi, bular aniq bo'lsin. Ayniqsa yosh katta pensioner yolg'iz yashasa, bu juda muhim. Lekin yordam beruvchi odam bitta bo'lgani yaxshi. Aks holda karta bir odamda, telefon ikkinchi odamda, hujjat uchinchi odamda bo'lib, muammo chiqqanda hech kim javob bermaydigan holat yuzaga keladi. Pensiya kartasiga oid firibgarliklar ko'paygan. Firibgarlar odatda pensionerlarni qo'rqitadi. Kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. Yangi tartib chiqdi. Kompensatsiya beriladi. Kodni aytsangiz pul tushadi deyishadi. Men aniq aytaman. Telefon orqali kelgan bunday gaplarga ishonmang. Hech kimga PIN kod, SMS kod, karta raqami
amal qilish muddati va orqa tarafdagi maxfiy kodni aytmang. Agar haqiqatan ham muammo bo'lsa, bank sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Sizni rasmiy filialga chaqiradi yoki rasmiy kanallar orqali ma'lumot beradi. Agar kimdir sizga pensiyangizni oshirib beraman, kartangizni menga bering, navbatsiz hal qilib beraman, bankda tanishim bor desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya miqdori tanish orqali emas, hujjatlar, ish staji, ish haqi ma'lumotlari va qonuniy tartib asosida belgilanadi. Kartani birovga topshirish esa pulingizni xavfga qo'yadi. Har qanday masala bo'yicha rasmiy idoraga boring. Bank filiali, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy telefon raqamlari. Bugun men sizga pensiyani kartaga oladigan pensionerlar bilishi shart bo'lgan eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Asosiy qoida oddiy. Karta shaxs, PIN kod maxfiy, SMS nazorat uchun kerak. Karta muddati tekshiriladi. Pul kamayib tursa hujjat so'raladi. Muammo bo'lsa yozma murojaat qilinadi. Pensiya bu pensionerning mehnati, huquqi va kundalik hayoti uchun zarur mablag'. Uni himoya qilish uchun bank tizimini tushunish, hujjatlarni tartibda saqlash va shubhali holatda darhol harakat qilish kerak. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki yaqinlaringizdan kimdir oladimi? Izohlarda yozing. Kartaga o'tkazilgandan keyin sizda qanday muammo bo'lgan? Pul kech tushganmi? Bankomatda qiyinchilik bo'lganmi? Karta muddati tugab qolganmi? Fikringiz boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga albatta yuboring. Bu oddiy ko'ringan ma'lumot kimningdir pensiya pulini saqlab qolishi mumkin.